Qo'yishimiz kerakki, mana Ramazon oyida bir nafil ibodatni amalga oshirsa, farz ibodatni savobiga sazovor bo'ladi deyilyapti. Kim Ramazon oyida bitta makruh ishni sodir etadigan bo'lsa, boshqa oyda harom ishni sodir etgandek gunohkor bo'ladi. Shuning uchun Ramazon oyini faqatgina savobi haqidagi ma'lumotlarni bilavermasdan, Ramazon oyida sodir etiladigan kichik gunohlar boshqa oylardagi katta gunohlarning gunohini, azob uqubatini keltirib chiqarishni ham bilishimiz kerak. Yaxshilikka intilish bilan birgalikda yomonlikdan qochish kerak. Yaxshilikni amalga oshiraversak, u bilan parallel holatda gunohni ham olib ketaversak, u bilan bo'lmaydi u. Durust bo'lmaydi unaqa bilan. Biz yaxshilikka intilaylik, yomonlikdan qochaylik. Shuning uchun azizlar, mana bu borada ehtiyot bo'laylikki, toki nafil ibodatni amalga oshiraman deb, nafilni ichida bir qancha makruhni amalga oshirib qo'yib, telefon kavlab o'tirib, bekorchi bo'lib, ertaga bu savob olaman deyishni o'rniga gunoh